Assalomu alaykum Sharqiy Turkiston xalqi. Assalomu alaykum muhojiratdagi barliq qarindoshlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrlik bo'lsin. Bugun 2025-yili 10-oyning 12 kuni. Sharqiy Turkiston tarixidagi eng achinishli va saskinishli kunlarning biri. Chunki 76 yil burun, naq bugungi kunda vatanimiz Sharqiy Turkistonga Xitoy tajovuzchilarining paskini qadami tekkan ve ikkinchi ishg'oliyat boshlagan kun. Shundaqla mustaqilligimizni qurol kuchi bilan majburiy tortib olgan kun. Mushu ishg'oliyat yuzidan umumyuzlik bir irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lgan bir millat sifatida biz bu kunni mangu la'natlaymiz va unutmaymiz. Allohning la'nati, malaikalarning la'nati va butun insoniyatning la'nati Xitoy tajovuzchilariga bo'lsin va Xitoy tajovuzchilarini qo'llab ittifoqdosh bo'lganlarga bo'lsin. Ey Sharqiy Turkiston xalqi, suyumlik xalqim. Biz her yili dunyoning ham yerida Xitoy tajovuzchilariga qarshi har turli namoyishlarni qilib kelyapmiz va muhim kunlarni xotirlab kelyapmiz. Ammo bu kunni eslash va bugunni la'natlash hammadan muhim. Chunki bugun Sharqiy Turkistonning mustaqilligi vayron qilingan kun. Chunki bugun Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti dushman ishg'oliyati ostiga tushib qolgan kun. Azadlığımız ve hürlükümüz düşman tarafından tartib olingan kun. Bu kunni la'natlash orqali Xitoy tajovuzchilariga taslim bo'lmaydiganligimizni va qahramon ajdodlarimizga varislik qiladiganligimizni butun dunyoga e'lon qilamiz. Shundaqla Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tarafidan bosib olingan va ishg'ol qilingan bir davlat ekanligini xalqaroga e'lon qilamiz va xalqarodan Sharqiy Turkistonning besivelingan bir davlat ekanligini e'tirof qilishini talab qilamiz. Biz da'vogar sifatida va haqdor salohiyatida bu haqiqatni xalqaroga e'lon qilmasak, o'z da'voyimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Sharqiy Turkiston haqidagi bu haqiqatni oshkor qilmasak, bu haqda to'g'ri guvohlik bermasak va qo'limizdan keladigan ishlarni qilmasak, davlat va millatni sotgan bo'lamiz. Qarindoshlar, bizning bu qadar xor bo'lishimiz ve irqiy qirg'inchilikqa uchrashimizning asosli sababi bizning Sharqiy Turkistonning egisi bo'lganligimizdir va Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qo'g'dab qolmaganligimizdir. Biz hech qachon jungulik emas va Xitoymi emas. Bizning vatanimizni Xitoy tajovuzchilari besib olgan. Biz hayotli qolsak, bir kuni bu haqiqat oshkorlanib ketadi va Sharqiy Turkiston o'z egisiga qaytib mustaqil bo'ladi. Shunga Xitoy tajovuzchilari bu haqiqat oshkora bo'lib ketishdan burun bizni tezdan yo'q qilishni planlagan. Hozir Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik shu shum planning ijro qilinayotganligining isbotidir. Shuning uchun biz bu haqiqatni xalqaroga ochiq va qat'iy ravishda tushuntirishimiz lozim. Xitoy tajovuzchilari va g'olchilari bu haqiqatni xalqaroga ta'tir tushuntirib, Sharqiy Turkistonni Xinjiang deb atayotdi. Sharqiy Turkistonni Xitoyning bir partisi deb aldavatdi. Xalqaromi aldinib yoki bilmagan bo'lib olib, uni Xitoyning ichki ishi ekan deb o'ylab qolyapti, aralasholmayapti. Aralashganlarmi tajovuzchilikqa va ishg'oliyatga qarshi turish nuqtasidan emas, balki inson haqlari dafsandichiliklari nuqtasidan aralashyapti. Ammo Xitoy buni e'tirof qilmay, yanala bizni terrorchi, bo'lginchi va diniy ashqun qalpoqlari bilan qaralayotdi. Shuning uchun biz Xitoyning tajovuzchi ekanligini, Sharqiy Turkiston xalqining Junxa millati emasligini, vatanimizning Xinjiang emas, Sharqiy Turkiston ekanligini, bizning da'voyimizning kishilik huquq masalasida emas, balki tajovuzchilikqa qarshi kurash ekanligini, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirmay turib, insoniy huquqlarimizning kafolatga ega bo'lolmaydiganligini va bizning yo'q qilinishimizga yo'l qo'yilsa, Xitoyning butun dunyoga baloyi afat bo'ladiganligini tushuntirishimiz lozim. Buni qilish uchun muhojiratdagi butun Sharqiy Turkiston xalqi safarvar bo'lishimiz lozim va bu nuqtani xalqaroga mush shaklda tushuntirish orqali ham o'zimizga hem xalqaroga yordam qilishimiz lozim. Chunki bizning haqiqiy ahvolimizni bizga yot bo'lgan millatlarla emas, balki bizga diniy qarindosh bo'lganlarmi va hatto milliy qarindosh bo'lganlarmi bilmaydi ekan yoki bilmaslik soladi ekan. Buning sababi ularga yetarlik tashviq qilmaganligimiz va yetarlik darajada vazifamizni ado qilmaganligimizdir. Bu ishni Xitoyparast yoki pulga cho'qinadigan siyosiy bidiklarga qo'yib bersak bo'lmaydi. Chunki ular biz uchun emas,
o'z manfaati uchun ishlaydi. Vatan masalasini bidiklarga tashlab qo'yish vatanga va millatga xoinlik hisoblanadi. Qarindoshlar, Xitoy tajovuzchilari 76 yil burun vatanimizni ishg'ol qilgan chaqda davlatimizning ismi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati edi. Bu jumhuriyat 1944-yili 11-oyning 13-kuni Xitoy Xalq Cumhuriyeti'den 5 yıl burun kurulgan idi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti 1949 yılı 10 ayının 1 günü kuruldu ve 11 günden keyinla yani 1949 yılı 10 ayının 12 günü naq bugünkü günde Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni işgal qilishga başladı ve 1949 yılı 12 ayının 22 günü yani 40 günden keyin Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni kanunsuz işgal qildi. Bu cinayetni sodir qilgan jinoyatchi Xitoy Xalq Cumhuriyetidir. Jinoyatchi hozir kuchlanib butun dunyoni aldamoqda va butun dunyoga tahdid bo'lmoqda. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini ishg'ol qilgan bu jinoyatchi hozir dunyo sahnasida bor. Jinoyatchining jinoyati aniq, dalil isboti to'liq. Bu jinoyatning Sharqiy Turkiston xalqiga olib kelgan ziyni echinishli. Shundaqla dunyoga olib kelgan ziyni ig'ir. Biz xalqarodan Xitoydan iborat bu jinoyatchining jazolanishini talab qilamiz. Shundaqla biz shu besivilingan Sharqiy Turkiston davlatining mustaqilligini asliga keltirishga tirishyapmiz va shu davlatimizning davosini qilyapmiz. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi asliga keltirilsa, yolg'iz Sharqiy Turkiston xalqilar emas, balki butun dunyo xalqi Xitoyning ziyonkashligidan va ishg'oliyatidan qutulib qoladi. Shuning uchun biz butun dunyo xalqidan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilishini talab qilamiz. Eskartish. Qarindoshlar, 10-oyning 1-kunini, ya'ni Xitoyning davlat qurgan kunini Sharqiy Turkistonning ishg'oliyat kuni deb faoliyat qilish nadonlikdan kelib chiqqan bir ahmoqonalikdir bilmaganlar uchun. Yoki mustaqillik da'voyimizni tuyuq yo'lga boshlash uchun maqsadlik va planliq o'gitilgan bir suiqasddir. Chunki bu qiliq Xitoy Xalq Cumhuriyeti bilan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti orasidagi siyosiy va tarixiy hangni to'ldirishga oid bir sun'iy manevrdir va Xitoy tajovuzchilarining foydasiga bir paket yaratish tirishchanligidir. Shundaqla bu Xitoy tajovuzchilaridan qutulishga emas, balki aksicha Xitoy tajovuzchilarining tegida o'zligidan yetib berish harakatiga xizmat qilganlikdir. Qarindoshlar, ishg'oliyat ostida yashash inson avlodiga yarashmaydi. Xususan bizdek musulmon avlodiga hech yarashmaydi. Shuning uchun biz cho'qim va qat'iy holda mustaqilligimizni asliga keltirish harakatiga umumyuzlik qatnashishimiz shart va hayotimizni bu yo'lga bag'ishlashimiz kerak. Jonimizni, pul-malimizni bu yo'lga bag'ishlashimiz kerak. Yo'limiz uzun, yukimiz og'ir, otlar uruq va xurjunlar quruq, ammo bu yo'l bek uluq. Afsuski, bu yo'lni basmay çaremiz yo'q. Chunki bu yo'lda mengish insonlik burchimiz, axloqiy burchimiz, iymoniy burchimiz, islomiy burchimizdir. Bu yo'lda mangmasak insonligimizdan, axloqimizdan, mu'min musulmonligimizdan voz kechgan bo'lamiz. Shuning uchun vazifamizni unutmaylik. Uxlavermaylik. Bu hayot cheklik. Bu qutluq yo'lga atlansaqmi yoki traktab bo'lib yatsaqmi, baribir o'lib ketamiz. Ölgenden keyin bu hayatning hisobini beramiz qarindoshlar. Hayotini bu qutluq yo'lda o'tkazganlar qutuladi va abadiy baxtli bo'ladi. Ammo hayotini bu qutluq yo'lning sirtida o'tkazganlar baxtsiz bo'ladi va sharmanda bo'ladi. Sharmanda bo'lgan holda abadiy jahannam azobida azoblanadi. O'zimizni dunyo va oxiratda qutuldirish uchun harakatga o'taylik. Chunki bu hayotda shundaq bir qonuniyat borki, arzu qilgan narsamizni qo'lga keltirish uchun uning yo'lini o'zimiz mangmasak, hech qachon u o'zligidan qo'lga kelmaydi va yig'lamagan baliga emchak silinmaydi. Yana bu hayotda shundaqmi bir haqiqat borki, shundaqmi bir qonuniyat borki, qadam bosmagan kishi joyida turaveradi. Shuning uchun yo'limizga qadam bosaylik. Arzuyimizga yetish uchun yo'l mangaylik. Bu ahamiyatlik vazifani ado qilaylik. Merhum şehitlerimizden örnek alaylı. Ecdadımızga igi çıkaylı. Kahramanlarımızga igi çıkaylı. Xitoy tajovuzchilari belgilab bergan qahramonlarga emas, öz vicdanımız, öz aqlimiz belgilagan qahramonlarimizga igi çıkaylı. Bizning beshimizga kelgan bütün baloyi ofatlarning kelish sababi vatanimiz Sharqiy Turkistonning
Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida bo'lib qolishidir. Bu sababdan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish hammamizning ustiga farzdir. Bigimiz Allohni rozi qila olishimizmi buningga bog'liq, Rasulullohga ummat bo'lib shafaatiga erisha olishimizmi buningga bog'liq, bu dunyoda insondek yashay olishimizmi va insondek yuzimizni ko'tarib yura olishimizmi buningga bog'liq. Bigimiz Alloh xalqimizni hidoyatga boshlasin va Xitoy tajovuzchilarining butun suiqasdidan saqlasin. Xalqimizga ozodlik va Sharqiy Turkistonga mustaqillik ato qilsin va bizni ikki olamda aziz va baxtli qilsin. Amin.